Hamma tarbiyalar nimagadir o'rgatadi bizni. O'zbekcha tarbiyada ham plyus tomonlari bor. Minus tomonlari ham bor. Chet el tarbiyasida ham plyus tomonlari bor. Minus tomonlari ham bor. Men chet el tarbiyasini oldin tushunmas edim. Hozir tushunaman. Hozir xohlayman o'sha narsani. O'zbekning tarbiyasi qo'rquvga bo'ysundirilgan. Ya'ni qo'rquv orqali yo'lga solish, qo'rquv orqali tarbiyalash. Chet eldagi motivatsiyaga qaratilgan. Motivatsiya orqali yo'lga solish. Motivatsiya orqali tarbiyalash. Ikkalasi ham yakuniy nuqtaga olib boradi. O'zimni onam bor, onamni ko'rdilaringiz, onam 70 yoshda. Onamda ham bu dastur juda kuchli bo'lar edi. Hali kelin yonimda bo'lsin, kelin hech qayerga ketmasin, kichkina o'g'il men bilan yashasin, kelin men bilan bo'lsin, shuni qo'lda o'layin. Men aytardim. Endi men chet elda tarbiyaviy uslublar menga juda yoqqan edi. Men aytardim. Ona, nima uchun o'zingizga yomon niyat qilasiz? Shuni qo'lida o'layin deyapsiz. Siz tushunyapsizmi nima deyotganingizni? Balkim siz chet elga sayohatga borib, mazza qilib aylanib chet elda o'sha yerda 5 yulduzli qimmat mehmonxonada yotib uxlab qaytib turmassiz. Ya'ni hech kimning qo'liga muhtoj bo'lmassiz. Bilmaysiz-ku deyman-da. Chunki biz bilmaymiz-ku. Kim biladi o'zini qanday o'lishini? Hech kim bilmaydi. Chet elda bu xuddi shunday. Ya'ni ular pensiyaga chiqqandan keyin yashashni boshlaydi. Ya'ni siz ularga aytsangiz, qaysi kelin bilan yashaysan desangiz, ular kuladi. Ular aytadi, kim kafillik bera oladi menga, men birovning qo'liga muhtoj bo'lishimga? Bilmaysan-ku deydi. Muhtoj bo'lmasam-chi birovning qo'liga deydi. Va keyin biz o'zbeklarda juda ham yomon ko'radigan narsa bor, qariyalar uyiga tashlabdi ota-onasini deydi. Ya'ni buni juda yomon qabul qilishadi. Chet elda men ham o'zimni qaynatamni bergim kelmagan. Ya'ni men ham shu o'zbek kelinidan bo'lganman. Bermaymiz, hech vaqt bermaymiz. Men o'zim qarayman, qarab o'tirgan kelinman bo'laman. Men keyin o'yladimda, agarda biz uni qariyalar uyiga berganimizda, u hali ko'p yashardi. Qariyalar uyida ularni o'sha boshliqlarini chet elda, O'zbekistonda qanday bilmayman. Chet elda boshlig'ining maqsadi uni o'ldirish emas. Boshlig'ining maqsadi unga yaxshi qarash va u ko'p yashashi. Chunki u qancha ko'p yashasa, shuncha pul to'lanadi o'sha joyga. Biz o'zbeklarga aytsangiz, qari kampirlarga 100 ga kiring desangiz, yo'q, keragi yo'q, 100 ga kirib nima qilaman deb aytadi. O'ylab ko'ring-da, chunki uni o'sha hayotdan, yashashdan maqsadi yo'q-da uni. O'sha orzusi yo'q-da yashashdan. Tushunyapsizmi? Chet eldagi qariyalar, ular hali 100 yoshida ular kasinoga borish kerak. 110 yoshida ular Miss Krasavitsada yutish kerak. Ya'ni tushunyapsizmi? 120 yoshida Guinness kitobiga kirish kerak, eng ko'p yashadi deb. Misol qilib aytaman-da, ularda maqsadlar bor, ularda orzular bor, ularda harakat bor.